Harvikash Abdurahmon Aziz o'g'li. Birinchi bo'lak, birinchi qism. Qurban Hayitga yana necha kunlik qog'ochqimikin qo'shni yezning cho'ng bozori bakli besiq bo'lib ketgan edi. Hamma kishi Hayitlik sodisini tezroq bitirish ko'yda bir-biriga yo'l bergisi kelmay hadab qistalashadi. Ko'ktot bozorining uzun ketgan ko'chalari yengli yig'ib to'xtagan qor bilan patqoq bo'lib ketgan edi. Odamlar petiq ko'chada loy kechib hadab tiylatdi, santurlatdi. Kimlardir bir-birisiga chujuq xo'rozdek hurib yeshib hayva qilishadi. Acı, putlardaki ötekli netçiga ağan. Acep teslim putumga. Vey, xapımızlı fukam, xapımızla. Adam qiyirğanı muşta olab qalıdı eken. Menim ama aqıt gil qıstavasa. Stabi qiyrisla, man qiyirip əmeyla. İndi mansla, indi ne mansla. İyi bay ağan öteki de sepok qıldı ve saraqladı. Bir-biriga sürkelib, qistishib ketayotganlar bo'yindab qarishib. Oy, Harvikash stop. Mana mayanda to'lavatma. Bu yoqqa kelsizlar. Kira qilamsizlar. O, men tarafga bo'yindab qarab, menga degan ma'noda boshlang'ishdida saldak eqiyotgan odamlar to'pi ichida choshqandek tugilib turgan vejikkini eshigini majburiy tortqushlig'icha men tarafga siljidi. Harvining bir yeri birovlarning yonposh ballariga tegib ketsa, Harvikashga nashtardek ochiq, po'qdak sesiq toptanlar yomg'irdak yog'adi. Harvikash bundoq bozorga ko'nib ketganmi qandoq? Hech kimga javob yondirmasdan eshikning nuqtasini ching siqimdig'icha xit-xitlab oldiga umtilatdi. Ko'nirgan shollar natchiyadan maxlinib turmagandan keyin sim bilan bog'lab chantilgan harva vejik o'ruq eshak xeyli cho'ng kep qolgan bo'lib, shiroq qichib patqoq choplashib ketgan eshak ig'ir va cho'ng harvani tasti so'rayotgandek qiladi. Shu asnoda liqqida savzi besilgan bir kichik yuk mashinasi odamlar to'pini yaranmay qadamli bir pushuldab to'xtab, ovozi yerim yodi chiqadigan bo'ziq qonini kakiratganicha men turgan do'qmishga qayrilib, eshak harvasi bilan do'qirishib qoldi. Eshak harvasi yo oldiga mamay, yo kayniga yonamay kaplashib qoldi. Mashinaning shofiri qattiq jilib o'g'inidan Bağdadını maşininin signal konupkisidan almoqchi bo'lgandek bo'lishig'i signal chalishga boshladi. Lekin kuchab signal chalganga yo'l echilgandek emas. Mashina bilan narvi to'qirishib, bir minut o'tmay, ikki tarafdan saldak eqib kelayotgan odamlar to'pi texmi qistilib, yo'l biroqli etildi. Shoför mashinadan sakragandek alpozli tushib, Harvikash ko'rpaydi. Hey, nimanda yolunu itip koysun ha, hadi şey. Qasdan qilmadim ustam, idam usta jiqtursa. Qota ishingni aychimisan, mayda, tata. Shu sizga o'xshashli tirikchilik uchun chigantim ustam. Yamayo'g'a ish uchun kirib kelsan. Hajabni qota ishingni ishlab tortib ketdilar. Bozorga mashin chiyson, qota ishak chiymisan deb qonun chiqmaganda bijadan. Amma chadam jil bo'layotgani nimada zakonlashidi mago'y. Tata maymoq ishingni deyma. Sizni guylab gap qilgan idam emas chimaman. Qayda qildim? Men mushu harvamni tortay deyapman. Tata. Idam bo'lgandan keyin chiroyli gap qilsizlar. Chiroyli gap qilmasam qayda qildim? Nima qildim mago'y? Yili boqa ishingni ko'ziga qo'limni tiqibdim. Tata. Og'zini buzmisil jima unda. Qayda qildim? Bu bozor yolg'iz sining bo'lmagandiki. Onda olsa bir tatib bermemla eshaklarni men tataymayman. Hamma taraf qiston ulab ketdi, qo'yanga tortdim ustam. Ochangning yiniga tatsa. Boyanning yog'i yoshli cho'mkan. Ulug' kunlar kelyapti. Bozorda satlashmayli deb shuncha hurmatlasam, nimda og'zini buziverdim ava. Qada qilding? Onam kichigimda po'xta yig'izlab turganmi-ya? Astamacham, mag'uyni onamni og'ziga oladi ama hech qiz. Shoför palaq bo'laq qilib Harvikashni yoqsidan siqibla, purlab opirib eshak harvasiga niqtab besib oldi. Harvikash o'ruq, vejik kelgan bola bo'lib, yo'g'on,
pastlik sho'pirning quchqida bosmoqqa tushgan chujidek tipirlabla qoldi. Atrof osmondan yangni tushsa yerga tushmagudek darajada tiqma-tiqmoq edi. To'plashqanlardan birasi chiqib, ajratib qo'yishning o'rniga o'zlaricha hadab muloyiza qilishatdi. Mushunda qisqangchilikdimi nima varmi eshak arvasiga deyman. Aka-voy, eshak arvasining haqqi varmi bozorda? Haqqim bor deb manda yo'l to'sib bo'lamdi aka. Mane qaylashlar jamoat, abba yo'lni, abbalam to'smidek. Qaylashlar ham mashinaga olti patman, yani egallab turdi ayna. Voyjon, sho'pir degan bijnimmi? Savsini atdigan yo'l arsal vaqtida ichirvanmay. Shunda qilsa buni ta'sida. Balamo, bijig'iz gapdan qas bo'ltasizlar. Nima qiladi dadisidek edan bilan gap talishar? Shuni desizlar. Dadisi bo'lmaydi. Endi gaplar kichik bolaning mamdi. Yo'lda haqqi va bazalida. Sho'pir og'zibek yomon edanki deyman. Bunda xulg'un so'rini sakkab bilan tilasa qaylab turamdi haq. Shu emasmi? Shaytini harvikashni kichik ko'rsatgan gap. Bali faqat fahmi yo'q-ku. Arbiq niqtob qaylab turdi. Kuchi yetmas qanday qildi? Qo'ya, adisha. Ashtaq turganda vaqo, sho'pirning jon yerga ko'mir dizaydigan bo'lsam, bakkada o'tirib deyman oldingda. Asta, aldirash ishim bor emasmi? Yo'limizga maqsad bo'ladigan biz odamnimi biz? Men adasha peshvasa. Men yo'l qachonmi echila endi. Shundaqni olsam, qalagandan so'yab deydi. Shunda go'sht. Bo'ldi, mangayla yo'limizga. Shu orliqda odamlar to'pini yerib o'tamay vaqirayotgan amonlik xodimining ovozi olomonni shu tarafga qaratdi. Yana, orqang yana. Ata arbini. Yo'l beringlar. Tata. Taqala. Amonlik qovdig'ichini ko'rib, xalqlar qayta g'o'dirashga boshladi. Yani keldim Atisha shakka. Bayamning yaqi birisining belini bosganmi teki. Yo'l itilib qolgan nag barmiz hamda. Voy, nima qistaysa adasha qistimi qana? Yenola deyma. Bundaq turmasang yo'l ichilmaydi. Yenola. Voy, nagi barda. Voy, jab qistaysini adasha oldirmayman ha. Mang'idek yami bo'lmasa? Tata. Ishkisining chitilimi bir ayrilmidi ya. Amonlik qovdig'ichi hadab odamlarni maydasidan istiratdi. Odamlar bo'lsa oldiga davraydi. Qaltiga usulgan qumdek changdilib ketgan odamlar to'pini orqaga chekindirish o'ng'ay emas edi. Amonlik qovdig'ichi kimning maydasidan istirsa, shu kishi xafa bo'lib aran turadi. Yanıla. Yansa. Acab qattiq ishlardilar ukam. Bu bozorchilarga cho'ngdadlardan qolgandek. Xapamay kellar yansılar aka. Bo'lmasa qachiqchi shunda turib qolalar. Adasha qo'shitira. Sodi men yansani echlamdiki bu yo'l. Silimi yanıla, boshqilam yanida. Anda ta'tulik qilmasini deyman. Amsi evi kelimdan ishtirvatganlar haydi işte. Odamlar paroqqada kulishdi. Eliq kishi odamlarning nimaga kulganini bilolmay, bir oz hayron bo'lib, bir ozdan keyin maqsadsizlik kulkiga ergashdi. Uning kaynidagi bir yosh bola masxara ohangda. Aka voy, nimandaq satkab qiladi deyman, kelindan ishtirib deydi. Ay, eshigi ulavasini ko'ti g'ijak tortibdi degandek gap qilmaslar aytamshili bo'layotganda. Gapdan tush chiqag'ili aran turdigan haqki bu. Yana haq oqonga yana. Yili dasilib ketsi baka. Yansılar xinim kayillarga. Bu yatsili tomosha qiladigan bishmi yo'q. Qo'lang nega ketib bordi shoy? Eli o'tanni o'shtirgandek o'shtirdimi jima qo'langni. Mening qo'lam silinib yomon qilmaganda. Nima deb xotinimning maydasini tutib yuriysa? Aqasliq yo'l ichib beray deb vazifa ijro qilyapman. Yomon niyat yo'qchimi bizning ko'nglimizda? Xotiningni bir akilasanmi? Bijalarini mujiqlab men bu dabe qilib baqaysidan ochig'in kelamdiki ya. Eliq yigit oldiga bir qadam siljivdi. Amonlik qovlig'ichi jidal chiqmasin dedimi? Asta orqaga dojib boshqa tarafdagilarga vaqirashga boshladi. Hey, bunda o'lashqicha bijdim yo'l berib masala bo'lmamda. Ya o'zingni ma'amma, ya haqni mang'izmay, qistilib yashash peshonang kutilgan haq yasa. Amonlik qovlig'ichining gapi oxirlashmasda
odamlar to'pi birla davrab, o'ttirdagi bo'shliqni texmi kichikiltirdi. Allikimda voy putum, voy ko'ktotlarim ezilib ketdi deyishib vaqirishadi. Aslida to'pning orqasida turgan bir qancha yosh bola u yoqda nima ish bo'layotganligini uqolmay, orqadagilarni oldiga ittirib o'yin chiqaryotdi. Bu yoqda mashinaning shofiri bag'on siri jili bo'lib, Harvikashga qo'llarini shiltaydi. Bayla o'ngmamağının kasapı mana. O'zing ta'turmangdan ayna. Hala baqa mashlanga. Adaş, yük babişmege yol ber tutmanda. Birini koysam yatıda ile. Nochi bo'lsam bizda qo'ymamsa. Nima xuvarimni o'rlatadim ay. Xotningni qo'y. Men musini xotningni. Yurib, mana. Ikkalan paloq-paloq qilishib etishib qoldi. Amallik qo'g'dig'icha ularning o'ttirib kirib turib oldi. Hay. Ma ishking mushtlashib haqqa tomosha qilsang, yo'l atimi echilmaydi. Bakadim baka og'zida buzvatdi deyman mava. Nochilik qilganga to'yg'izitdim men texa. Ay, fikam, akila. Ha. Manqayla, sen bo'lsangmi gap angla. Xaponmay ishkingni arvangdan chiqara. Mush mashina o'tib kelsa yo'l echiladi. Bo'libdi, chiqarsam chiqiray. Ammo bundan keyin manda bo'za qilmini desa gapim bajimamina. Voy gaping bo'lsa demamsa, ha? Bo'ldi. O'zing tutilinglar. Cho'ng'ini o'rdi deyman bo'lma. Cho'ng'ilay chiqilinglar. Fikam to'xta, maqa. Arvangni chiqa, xaponma. Bo'lashdi. Harvikash orqaga yenib, eshikni harbidan chiqarishga boshladi. Amallik qo'g'dig'icha uningga yordamlashib, shotini tikladi. Eshakni shotining yeniga to'g'ri tortib, mahkam qistab turdi. Mashina o't oldirilib, 1 santimetrdan siljib, qo'zg'alishga boshladi. Hayotdan beri orqaga yong'ili unmagan odamlar to'pi mashina ko'kirab qo'zg'alishi bilan qistirishib yurib, kaynak yenishga boshladi. Ma ukamdan xeyli pami bakan juma. Onu buni dajirib, besiqtu dash qilib. Yani bizden kuyat bergen basa uyanı kızık çıkmıştı asli. Endi bir it çıkıp turgan çağda. Etisi sana nima foydasi bor? Jidal ko'gin bos menga chuqo. Deyvazirga berib, Changnoning kinosini ko'r. Qayda qilaman? Voy acha, endi sizlar nima bo'llar? Voy fukamchi yasamdan yanchiqini kesib etibdi ko'mamla. Voy acha bir pul kichik bormidi ya? Bo'lmamdi. Quvalliq qo'shqa olimi deb otgan pul bordi. Qanday qilaman? Voy asta. Bu kamgacha o'g'ri bardigan yeriga berib bo'ldi acha. Yig'ilganlari baka. Asta paysoq-chirab dilo ma'lum qislar. Bu qaytiqroq kuydi deymanmish bichar qeri xotinning pulini ilib olgan. Shu emasmi? Qo'ling iqib tusha ilohim. Asli seninkini asulida. Ben xo'shib kitasa meninkini asa. Mayna tapqa pul olganki ishdan bo'lmaydi. Bunda mehmon odam boyadi. Paysoqlarni topamasmiki? Paysoqni o'g'rini tutib etjiysa, aningdan keyin davan so'raydi juma. Undami deb ketmaylar. Saqchilarni tutyapmamdi o'g'riyanchiqchilarni. Shunda obdan tutyapmamdi. Mush o'g'riyanchiqchiq amal yo'q juma. Ona amal. Endi o'g'irlarmi bir peshonasiga o'g'ir deb ezig'liq qolmagandan keyin qayda qilamiz endi? Shu emasmi? Alaykumulloh. Asli mush qeri xotinlarni yanchiqqa esilmisimi bo'ladi? Tapqayni niya. Esilsa bo'ladi asli. Xalqlar har nimalarni deyishyapti. Mo'may bo'lsa ko'pning oldida choshqandek tugilib, yaproqdek titrab, ig'ir qadamlar bilan yiroqlab ketdi. Alloh hazal bir osh pishim vaqt o'tganda to'silib qolgan odamlar o'z yo'llariga tushishdi. Harvikash qistongchilikda eshikini o't pushlab yurib, ming taslikda harviga kirgizdi. Jabduqlarni o'ngshab bo'g'icha tayyor harvidan qo'rqqanma haydab, qistab, siljib digidek harviga yaqin kelib oldi. Ma'vo naslarimni mo'min dangchining dengiga ochiq beramsa? Maqa. Lekin bugungi bozorda ikki ko'y berildi juma. Yo'lning avvali shu. Ma'qul. Necha ko'y osonlar ilib, mush qistongchilikdan chiqarib qo'yinglar fikr. Sizlarmi chiqibasizlar? Bo'ldi. Men mushtaq ma'y. Chiqsa. Maylamsa. Patqoq kechib mangandan ko'ra chiqsammi chiqay deb
birli irg'ib arvaga chiqib o'ltirdim. Harvikash og'zi beka turmasdan po'sh deb oldidagilarni askartish berib, eshakning nuqtasiga mahkam esilib, avaylab mang'atdi. Futidagi pemisi loy bo'lib, muzlab ketgan edi. Har qitim futini yo'tkiganda yerdagi umashdek loy patqoq yirtiq juvisiga chachrab turadi. Vejikkini ishki quloqlarini dang'ada qilib, o'ziga mos kelmagan yo'g'on arvani zo'riqib tortib boradi. Bu jonivorning quloqlari, bo'yni dumbasidan tar chiqib, bo'r ko'tariladi. Eshak mang'an siri Harvikash harvasining sho'tisiga ching esilib birga kuchishadi. Tevatlari tushib, jiki yirtilgan quloqchisi beshiga cho'mkib qolganlikdan adab ko'ziga tushib oladi. O pat quloqchisini orqaga surib qo'yib, eshikini xit-xitlaydi. Turibla Harvikashga ichi mag'rib qoldi. Bayatın beri toza jili bo'lib, endilikda yana harvani eshak bilan tang so'rab ketayotgan Harvikashning harvisida po'qtag'irdek lapchib o'ltirganimdan o'zimga nomusim kelib, harvidan likkida tushib agashdi.